Do'stlar, bojxona qo'mitasi bilan syomkalarimiz va nihoyat o'z nihoziga yetdi. 2 kun syomkalar bo'ldi mana Farhod aka. Короче, muhim ma'lumot bor. Yangi moshennicheство paydo bo'libdi. O'shani turini sizlarga ko'rsatib qo'yamiz. Tanishinglarga yuborib qo'yinglar. Farhod aka ko'rsating. Mana ayrim fuqarolar juda ham ko'p murojaat qilyapti. Mana bunaqa ko'rinishda. Ya'ni fuqarolar bizga qanday murojaat qilyapti? Meni nomimga tradingda $100,000 yutuq chiqibdi yoki meni qarindoshim menga $100,000 yuborish kerak ekan deb murojaat qilib chiqyapti va bu pullarni bojxona idoralari chegara bojxona postida yoki pochtada ushlab qolibdi. Bojini to'layver deyishayotgan ekan. Bojini to'layver deb turib unga murojaat qilyapti. Bu fuqaromiz, ya'ni laqma fuqaromiz $2,000 yoki $3,000 o'sha murojaat qilayotgan moshennikka pulni o'tkazib beryapti plastik kartasiga va shu bilan telefonlar o'chiryapti. Haligi fuqaro bizga rasmiy ariza bilan murojaat qilib kelib turib, mana ani $100,000 yutuqqa chiqqan $100,000 va to'lagan pullarimni qaytarib beringlar deb murojaat qilib kelayotganlar soni juda ham ko'payib ketdi. Hurmatli fuqarolar, iltimos hushyorroq bo'linglar. Bunaqa turdagi firibgarlar juda ham ko'payib ketdi. Xullas do'stlar, hech kim sizlarga halava pulni yubormaydi va tim bo'lib bojxonadan, pochtadan pul yuborib bo'lmaydi. Ya'ni hech kim sizga pulni yubora olmaydi bu yerga va qabul qila olmaysiz. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar va tanishinglarga bu videoni yorib qo'yinglar.